Assalomu alaykum, Chorva savdo YouTube kanalining aziz obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun hafta kuniga seshanba 2026-yil 7-aprel. Biz bugun Namangan viloyati Namangan tumani Tepao'rg'on qishlog'ida, ya'ni Murodjon ukamizning xonadonlariga kelganmiz. Boshlangan kunlaring xayrli va barokatli bo'lsin deya hurmatli obunachilar, biz video syomkalarimizni boshladik. Marhamat tomosha qiling, like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringizdan chiqmasin. Kanalimizda yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolisa chiroyli video syomkalarni qilib sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Video yoqsa bittadan like tugmasini bosib qo'yinglar. Bugungi video obzorimiz o'ta zo'r bo'ladi. Assalomu alaykum Murodjon. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aka. Yaxshi bo'ldingizmi? Ha, tuyimiz charchamayapsizmi? Rahmat. Xudo xolisa bugunga nechta endi Murodjon? Aka, xudo xolasa bugun siz kanalingizda birinchi chiqishimiz. Xudo xolasa anchadan bosib kuzatib boraman kanalingizni. Xudo xolasa bugun 4 parta qo'chqor beramiz. Xo'p, 7 million so'mdan 13,5 million so'mgacha qo'chqorlar chiqib boradi. Xudo xolasa chiqarib beramiz naslga, xudo xolasa. Hammasi naslga? Hammasi naslga, xudo xolasa. Bitta ona bola qo'yimiz ham bor, oxirida chiqarib beramiz. Zo'r haqiqat. Bo'ldi, tushundik. Xo'p, siz bunday narsa kanalimizda yangi ekansiz, obunachimiz ekansiz. Xudo xolasa endi biz sizni xonadoningizda mehmonmiz. Siz bizni kanalimizda mehmonsiz. Shunday. O'shanga narxlarni yo'lida qilib, xudo xolasa imkon boricha haligi kitobi bu qo'y chiqarishingiz davomiy bo'lsin-da. Bugun chiqarib ertaga to'xtab qoladigan bo'lib qolmasin-a. Ilojini boricha shunaqa qilib narx qo'yib berasiz-a. Xudo xolasa. Birinchi partiyamizga yosh qanaqa? Xo'p, birinchi partiyamizga yoshi xudo xolasa 4 ish bo'lish kerak. 4 ish ekan, voy mashalloh. 4 ish, hurmatli obunachilar. 7 ishtilarida. Muammosi yo'q. Muammosi yo'q-a? Bir hafta sinov olishaveradi bemalol. Bir hafta sinov olishaveradi. Hurmatli obunachilar, bir hafta sinov muddati bor. O'ylanmasdan, ikkilanmasdan aloqaga chiqasizlar, xudo xolsa ishlaring bitadi. Dastlabki xizmatini, narx farqlarini qo'yda obzor qilishdan oldin kelishib olaylik. Qayergadir qilib berasiz dastlabki xizmatini? Dastlabki xudo xolasa besplatniy vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib olib beramiz. 12 ta viloyatga bor, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda. Bunday hozirgi dalli momentda to'g'risini aytsam, Samarqandga qilib bermasangiz bo'lmaydi-ku. Samarqandga dastlabkasini chiqarilgan summaga qilib berasiz. Bo'ldi. Undan u yog'iga, misol, undan u yog'i to'g'risi mashina sal muammoroq. Samarqandga mashina topsa bo'ladi. Undan u yog'i sal muammoroq. Undan u yog'i kelishilgan holda, ikki kishi kelishilgan holda dastlabkasini qilaverasizlar. Bo'laveradimi? Bo'laveradi. Bo'ybasini o'lchagan metrimiz bor-a? Metrimiz ham bor, xudo xolasa. Bo'ldi, bo'ybaslarni bitta o'lchaylik, endi dashmay obzor qilib beraman. Hurmatli obunachilar, bo'ybaslariga bir yaxshilab e'tibor berib ko'rasiz. Naslga haqiqiy stoykalari zo'r, toza narsa olaman degan aka-ukalarga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Bo'ybaslari 95 ga yaqin chiqyapti. 90 plyusga beraverasiz, Murodjon. Shtobi ertaga borganda siz ham ijolatib qolmasligingiz kerak. To'ppa-to'g'ri, hamma har xil o'lchaydi. To'ppa-to'g'ri. Har kim har xil o'lchaydi, o'zini qarichi bilan o'lchaydi. Olib borgan odam 90 plyusga olaveradi, borgandan keyin xotirjam hurmatli obunachilar o'lchab olaverasizlar. 90 plyus deyildimi, 90 dan 1 sm, 2 sm baland chiqsa ham 90 plyusga yuradi. Mabodo 90 sm chiqsa qo'y qaytib kelaveradi, xotirjam bo'laverasizlar. Muammosi yo'q. Barbaga xudo xolasa qulog'ini ham o'lchadik. Ma'lumotni aytib ketaylik. Quloq 19 chiqdi. 19 a quloq. Hurmatli obunachilar, so'rab qolishsa, qiziqqanlarga 19 mana. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, kallaydi kattaligini hisobiga quloq sal kichkina ko'rinyapti, lekin qo'chqor haqiqiy ideal holat. Endi men bir qura obzor qilib beraman. Eshitib turinglar. Garbonoz zo'r, yosh 4 ish, qo'yga qo'shgani tayyor. Nimagaki hurmatli obunachilar, 4 ish qo'yni qo'shsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi, naslda yaxshi beradi. Mana bo'yinda uzunligi, quloq joylashuvlari nihoyatda zo'r. Oldi to'shiga bir e'tibor berib ko'rasiz. Oldi to'shlari ham nihoyatda zo'r. Oyoq qo'lda baquvvatligini qarang, kasiyaklarda baquvvatligini, kasiyaklari haqiqiy baquvvat. Oyoq kengligiga ham bir to'g'rilab oling, oyoq kengligini ham bir ko'rsatib bo'ldi. Oyoq kengligiga ham o'zlaring bir e'tibor berib ko'rasizlar. Naslga qiziqadigan aka-ukalarga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Mana yelka kengliklari ham, tikka dumba, stoykalari ham nihoyatda zo'r. Haqiqiy naslda qo'chqori, hurmatli obunachilar. Yo'qsa ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Endi bunday narsa kanalimizda savdolashilmaydi, bo'ladigan oxirgi summasini qo'yiladi. Aytilgan summadan baribir o'tib beriladi, to'g'rimi? To'g'ri. Gapiring narxini. Xo'p, xudo xolasa birinchi chiqishimiz 12,5 million so'm bo'lsa, aka, xudo xolasa o'sha aytilgan joygacha, Samarqandgacha dastlabki ichida qilib yetkazib olib beramiz. Xudo xolasa hech kim aytganiga sotmaydi, telefon qilishaversa, kelishib olamiz o'zimiz. Qiziqqanlar aloqa chiqishaveradi. Hurmatli obunachilar,
ekrandagi nomerga aloqaga chiqasizlar, 12,5 million so'm xayr sunnati bor, o'tib beriladi. Ozmas, ko'p emas lekin. Aloqaga chiqqan odamning ishi bitadi. Shoshilaveringlar, biz keyingi partiyamizni ko'rsatamiz. Ketdik. Hurmatli obunachilar, bu keyingi qo'chqorimiz. Keyingi qo'chqorimizga ham naslga haqiqiy qo'chqorni ideal variantida. O'zlaring bir yaxshilab e'tibor berib ko'rasizlar. Bundan dumba razrezini qarang. Tepaga doğru dumba razrez. Oyoq qo'l xudo xolisa baquvvat. Buni yoshi qanaqa Murodjon? Ha, ko'rsatib ketaylik, realni bo'lsin. Bo'ldi. Bu ham to'rtinchisiga buzibdi. Haqiqiy qo'yga qo'shgani tayyor, hurmatli obunachilar, nasl olgani. Buni olib boraman, olib borganingizdan keyin, uzr hurmatli obunachilar, olib borganingizdan keyin buni sovutmaysiz. Mana yerda zazorni ham bir o'zingiz e'tibor berib ko'ring. Zazor ham ancha bor. Bu bo'ybaslarni bitta o'lchaylik, keyin men o'zim chiroyli qilib obzor qilib beraman. Garbonoslari ham haqiqiy kelgan ekan. Oyoq qo'lda baquvvat. Inshaalloh. Mana hurmatli obunachilar. 95 yaptı bu ham. Buni ham 90 plyusga olishaversin, muammo bo'lmasin. Bari 5-4 santimetr bilan siz ham boyib ketib qolmaysiz. Og'a odam ham kambag'al bo'lib qolmaydi. Endi biz haligi har xil odam bor. Negativ ko'p bo'ladi. Misol 95 deydigan bo'lsak, negativ ko'p bo'ladi. Undan 90 plyus do'raylik. Xo'p, 7 ishtisi Murodjon. 7 ishtida muammosi yo'q. O'sha bir hafta yedirib ichib olishaveradi. Qo'yga qo'shgani tavsiya qilaveramiz Orif aka. Xotirjam uyoltirmaydi. Orif aka o'zim bilgan qo'y haqida ozgincha ma'lumot berib o'tay. Orif aka buni men o'zim Tarazga chiqardim. Mabodo qiziqqanlarga bo'lsa, videosi ham bor. Yungi bilan 116 kilo chiqqan. 116 videosi bor. Endi yungini olib tashladik, 1-2 kilo chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Xo'p, quloqlari 20 o'lchadim. Quloqlari. Endi kalla kattaligi uchun bilmay qanaqa ko'rinyapti. 19 plyusga beramiz quloqni. 19 plyusga olishaveradi. Hamma har xil o'lchaydi. Mana quloqlar tumshuqlar oldi oq, ko'zlarning oldi ham oq. Yaxshi variantda mana simjun variantda. Simjun variantda. Oldi to'shlariga bir e'tibor bering. Oldi to'shlari ham nihoyatda zo'r. Oldini kengligini qarang. Mashalloh. Haqiqiy qo'chqorga, naslga qidirib yurgan aka-ukalarga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Dumba razreziga bir e'tibor bering. Hurmatli obunachilar, bir boshdan sizlarga obzor qilib bering. Garbonoz zo'r, quloq joylashuvi zo'r. Quloq 20 santimetr 19 plyusga olaverasizlar. Oldi to'shi nihoyatda zo'r. Kasiyaklar xudo xolisa baquvvat mana. 7 ishtilarda muammosi yo'q. Orqa oyoq kengliklari, dumba razrez, mana yelka kengliklariga ham o'zingiz bir e'tibor berib ko'rasiz. Xudo xolisa naslga qiziqadigan aka-ukalar aloqaga chiqsalaring, ishlaring bitadi. Bunaqasi to'g'risini aytsam kamdan kam bo'ladi. Narxlari ham xudo xolisa yo'lida bo'ladi, hurmatli obunachilar. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, narxini nima deymiz? Xo'p, Orif aka buni ham shu birinchi partiyadan kam joyi yo'q. Buni ham 12,5 million so'm narx qo'yamiz. Telefon qilishaveradi, qiziqqanlarga xudo xolasa o'tib beramiz. Xayrini qilib beramiz. Xayrini qilib beramiz, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, 12,5 million so'm xayr sunnati bor. Xayr sunnatiga o'tib beriladi. Ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Murodjon, bunday narsa, hozir bularni naslga chiqaryapmiz. Asosan qo'yga qo'shadigan odam oladi-da. Shunday. Buni qo'yga ishlashiga nima deysiz? Unisiga javob beramiz. Javob berasiz qo'yga ishlashiga. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, qo'yga ishlashiga ham javob beriladi. Yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar, shoshilavering. Hurmatli obunachilar, bu 3-chi qo'chqorimiz. 3-chi qo'chqorimizga haqiqiy 95 plyusdagi qo'chqorni qidirib yurgan aka-ukalarimizga xotirjam tavsiya qilaveradigan variantimiz mana. Oyoq kengliklariga bir e'tibor bering. Xudo xolisa 7 ishlarida muammosi yo'q bo'lsa kerak, hozir bu haqdagi ma'lumotni olib beramiz. Murodjon, buni yoshi qanaqa? Buni ham yoshi 4 ish bo'lishi kerak. Sizdagi 4 ish ekan. Sizdagi hammasi sportivniy holatda tayyor. Qo'yga qo'shgani, qo'yga qo'shgani haqiqiy tayyoridan ekan-da hammasi, ha? Shunday. Bo'ybaslarni bitta o'lchaylik, keyin sizga men chiroyli qilib buni ma'lumotini berasiz. Qo'limdan kelgancha hurmatli obunachilar, olib beraman. Mana. O'zlaring bir e'tibor beringlar bo'ybastiga. Vo, yungi bilan 1 metr chishyapti. Xo'p, 95 ga olishadimi? 95 plyusga olishadimi endi buni? 95 ga olishaversin. 95 ga olishaveradi. Plyus kerak emas, 95 ga olishaversin. Bo'ldi. 95 ga olaverasizlar, hurmatli obunachilar. Murodjon, 7 ishtilari. 7 ishdan muammosi yo'q. Bir hafta sinab olishaveradi. Bir hafta sinov muddati bor. Hurmatli obunachilar, xudo xolisa mana garbonuslar zo'r, quloq joylashuvlari yaxshi. Kallani kattaligini hisobiga quloq ozgina kichkina ko'rinyapti. Oldini qarang. Oldi ham nihoyatda zo'r, oldi kengligi. Xo'p, kasiyaklar baquvvat, xudo xolisa, tuyoqlar stakan tuyoq. Orqa oyoq kengliklariga ham bir e'tibor berib ko'ring. Orqa oyoq kengliklari ham nihoyatda zo'r. Yelka kengliklari.
hamma yo'g'i kelgan, hurmatli obunachilar. Haqiqiy naslda qo'chqori. Naslga qidirib yurgan aka-ukalarga xotirjam qo'rqmay tavsiya qilaveramiz. Xudo xolisa, chiqaryapgan qo'ylarimizni hammasini Samarqandga o'qib berasiz. Yana bir marta eslatib o'tay, ha? Xo'p, bo'ladi. Samarqandga dastlabki xizmati bor. Xo'p, nima deysiz bu haqida? Ma'lumot bormi yo shunday narxini aytib o'tib ketaveramizmi? Xo'p. Xudo xolasa bu qo'ylarning ichida yurgan Orpaka, bunga 100% emas, 200% javob beramiz qo'yga ishlashiga. Videolari ham bor Orpaka. Tashlab berilaveradi. Qiziqqanlar aloqaga chiqishaveradi. Xudo xolasa hamma ma'lumotni berib o'tdi deb o'ylayman. Bo'ldi. Aloqaga chiqqan odamni xudo xolasa ma'lumot berilaveradi, yana qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa. Ha, shunday. Bo'ldi. Narxini gapiring endi buni. Endi narxiga kelsak, 13,5 million so'mga xudo xolasa aytilgan joygacha. 13,5 million so'mga. Shuni bunday qilaylik, tep-tekis 13 million qo'ysak bo'lmaydimi? Qolaveradi xudo xolasa. Ha, 13 million qo'yib qo'ya qolaylik. 13 million qo'yamiz, mayli. Ha, 13 million so'mga xudo xolasa telefon qilgan odamga ishingizni bitirib, xudo xolasa xayr sunnatiga ko'pmas ozmas o'tib berasiz. Bo'ldi, xo'p. Ha, 500 mingga olib tashlaylik, чтобы obunachilar bir maza qilsin. Kanalimizda yangiligimiz uchun aytyapman, xafa bo'lmang tag'in gapimga. Narxni yaxshi qo'ydingiz, 13,5 ham zo'r pul, lekin 13 million qo'ysa yana ham zo'r bo'ladi, bir kishi oladi xudo xolasa, nasib qilgan odam. Xo'p, bo'ladi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, 13 million so'm Samarqandga dastlabki xizmati bor. Xayr sunnatiga o'tib beriladi. Ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Shoshilaveringlar. Hurmatli obunachilar, bolasi o'zinikimikin deb ikkilanib yurgan aka-ukalarimizga haqiqiy o'zini bolasidan mana. Hop, ona bola varianti bitta qo'chqorimiz. Hop, Murodjon, onasining yoshi qanaqa endi buni? Onasining yoshi 8 ta. 8 ta. Bo'ldi. Ko'rib ketsin. 8 ta hurmatli obunachilar Qirg'izistondan keltirilgan mana dalil isboti bilan. Bolasi nima ekan buni? Bolasi qo'chqor. Bolasi qo'chqor. Quloqlarni qarang. 7 ishchilari bu qarang. Hammasi yo'q umuman. Mana jonivor chiroyli. Mashalloh, mana. Haqiqatan chiroyli ekan. Uzunligini ham qarang, uzunligi ham nihoyatda zo'r. Bo'ybasini ham bitta o'lchab beraylik, shunda narxini aytib qo'ya qolasiz. Videomiz cho'zilib ketadi. Bo'ldi. Apurma. Bo'ybaslari 85 plyusda yana 90 ga yaqin chiqyapti. 85 ga olishaveradi. 85 ga olishaveradi. Xo'p, narxini nima deymiz? Xo'p, narxini xudo xolasa aytilgan joygacha 10 million 500 ming so'mga yetkazib olib beramiz Orpaka. 10 million 500 ming so'mga dastlabki qilib beriladi. Xudo xolasa. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, 10 million 500 ming so'm dastlabki xizmati bor. Ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, men o'zim yoshidan tarbiyalab, o'zim qo'chqor qilib olaman deydigan aka-ukalarimizga yosh variantidan qo'chqorga o'zlaring bir e'tibor berib ko'rasizlar. Gaziga, uzunligiga, dumba razrezlariga yo oyoq kengliklariga. Hamma yo'g'i ideal holatda. Xo'p, buni yoshi nima? Ha. Xo'p, hali qo'zi, necha oylik примерно? Bir 10 oylik atrofida bo'lsa kerak. 11 oylik. Bo'ybaslarni o'lchaylik chiqani metr? Yana o'lchab olaylik bo'ybasini. Bitta o'lchab oraylik, keyin shunday. Ha, buyur. Hop. 85 ekan. 85 plyusda 85 ga olishaversin. Bo'ldi. 85 ga olishaveradi. Dumba razrezlar zo'r, oyoq kengliklar zo'r. Yelka kengliklari yu bo'yin uzunligiga bir e'tibor berib ko'rasiz. Gazi ham nihoyatda zo'r. Xo'p, narxini nima deymiz buni, Murodjon? Narxini xudo xolasa buni o'sha aytilgan joygacha 7 million so'mga yetkazib olib beramiz. 7 million so'mga dastlabki qilib yetkazib beriladi. Shunday. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, yoqsa ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Murodjon, siz bozoringizni bersin. Rahmat. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringizdan chiqmasin. Kanalimizda yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab tursanlaring, xudo xolsa chiroyli video syomkalarni qilib sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.